Jinoyat olamida qonundagi o'g'ri sifatida tanilgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida ko'plab jinoyatlarni sodir etgan Jora Tashkentskiy Misrning Sharm el-Sheyxda qo'lga olindi. Уроженец какой страны? Уроженец Узбекистана. Гражданином какой страны вы являетесь? Гражданин России. Адрес Москва. На протяжении последних лет где проживали? Дубай. Поддерживаете ли отношения с криминальными авторитетами либо уголовно-преступными элементами? Нет, не поддерживаю. Уже больше 10 лет. Sarokin Georgiy Nikolayevich, laqabi Jora Tashkentskiy, Saroka, 1972-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan sport ustasi. Sarokin ilk jinoyatini 1990-yilda 18 yoshda sodir etib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. 1990-yildan buyon O'zbekiston, Rossiya va Qozog'iston hamda boshqa chet davlatlarda sodir etgan jinoyatlar bo'yicha sudlanib jazoni ijro etgan. Keyinchalik ushbu shaxs bosqinchilik, talonchilik, tovlamachilik, noqonuniy qurol va giyohvand modda saqlash kabi bir qancha jinoiy qilmishlarda aybdor deb topilgan. Sarokinning yonida qalbaki Rossiya fuqarosi pasporti borligi aniqlanib, ushbu pasportdan foydalanib yillar davomida bir qancha davlatlar bo'ylab harakatlangan. 2021-yil Toshkent shahrida Jora Tashkentskiy jinoiy sheriklari Jumayev, Jo'rayev va boshqa shaxslar bilan til biriktirib, umumiy qiymati 350 ming AQSh dollariga teng bo'lgan ikkita uyni o'zlashtirib olgan. U tovlamachilik yo'li bilan uy egasini qo'rqitib, urib do'pposlab, oila a'zolariga zo'rlik ishlatib, xonadonlarni sheriklari nomiga rasmiylashtirib olgan. Mazkur holat yuzasidan o'ta xavfli retsidivistga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish idoralarining muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlari va Interpol orqali yo'lga qo'yilgan samarali xalqaro hamkorlik natijasida uzoq vaqt davomida odil sudlovdan yashirinib yurgan o'ta xavfli retsidivist Misr davlatidan O'zbekiston Respublikasiga ekstraditsiya qilindi. Barcha zarur xalqaro huquqiy tartib-taomillar natijasida qidiruvdagi shaxs Interpolning O'zbekiston Respublikasidagi Milliy markaziy byurosi xodimlariga topshirildi va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortish uchun mamlakat hududiga olib kelindi. O'zbekistonda uyushgan jinoyatchilikka o'rin yo'q. Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti mazkur jinoyat ishi tafsilotlari yuzasidan ma'lumotlarni taqdim etib boradi.